Uyghur yazğıçısı Jaloliddin Behramning Kömurchi bala nomli romani. Bu roman Bilqut şirkatida ovozga elinib, Bilqut to'rida anglatildi. Dunyoda manfaatdan ulug' qudratli kuch bo'lmasi kerak. U men degan pok amaldorlarni xiyonatchi, poraxo'rlarga, vijdonli, g'ururliq erlarni pastkash sapqillarga, sodiq do'stlarni dushmanlarga, bir-biriga mehribon qarindoshlarni o'zaro qon chechishadigan kushandalarga aylantirib qo'ya oladi. Aqallisi temirni dod yeydi, yog'ochni qurt. Әлмейсақтан татып бешігі қонған Humayun құшны «Тахой, тах» деп үркітіп етіпті дегенні кім аңлыған? Рас емес мұ? Шаққы мұ гал керек, гадайғы мұ әм. Құруқ таға өрі тұрған нәді ба? Қаран, бағының бұлыңыда әттігенден бері жабылдышып ұрышып атқан авы құшқашлаға. Ола бір-біріні чоқып, қанатлары да ұрып, пүтлері да татылып, bir-birini yo'ndilab, hech maslahatni qo'yishmadi. Ular nima uchun shunday qilishadi? Uva talashadi, dan talashadi, xotin talashadi. Bir eg'iz gap yanala manfaat. Av razgi chumilini ko'ring. O'zidan 10 necha hassa yug'an o'lik qurtni oqchilab egiz tomga ochiqib ketyotadi. Tamning o'ttirig'i kelganda yaga tushib ketadi-yu, tishlaglik qurtni qo'yib bermay, yana tomga yamishadi. U tushib ketib, yana chiqib, mushu harakatini davomlashtirg'ilini ekan. Lekin o'lik qurtdan voz kechmadi. Tova, bu odamlar do'ppisini oldiga qo'yib so'rab baqsa bo'lmamdigandu. Agar o'zlari amal etag'i menib qolgan taqdirda xuddi Abdal ulaq minsa çatmıgan oydan qanmaptı degandek g'ojilab yemegen ko'chadagi devonimi qanmas. Texi men ularga qalandachilik qilishga yo'l qo'ygankenman, albatta ularmi menga himmat qo'lini sunishi kerak deb o'zlarini bezlashdan yanmaydi. Eng bo'lmasa bu degan o'zaro manfaat yetkazish deyish orqali o'zlarini aqlashadi. Turdi nazir bu Oltin kan aşqıçılarga yeşil çıraq yaqib berib, az tolib bir nima ağını qanchalik ishdi. Yer asti bayliqlarini echishda markazning bir tutas siyosati bor. Shunga oshmoqchi bo'lgan kanning xalqqa bo'ladigan foydasi, davlatga yetadigan manfaati, echiladigan yer yoki tog' turaning amaliy sharoiti, atrofga bo'lgan salbiy ta'siri, ekologiyalik tangpungliqni buzmasligi, imkon qadar yoylar ham o'rmonlarni buzish hisobiga kon oshmaslik qatorliq nurg'un kon ichish shartlarini to'ldirib, munosabatli o'rinlarning tasdiqini elib markazga yo'llaydigan gap. Ana shundoq jafoliq ajri uchun olgan topan haqqigami ko'z qizartsa, bu insofdan emasdi. Texi ma'rifning noziri chog'da bir oliy maktabning necha 10 millionlik qurilishini huddiga berib, undaq olgan, mundaq yegan degan gaplarni topgan o'sha odamlarga nozirlik emas, odatdagi bo'lim boshlig'ilik tojisini kiygizib qo'ysa, huddisidan chiqolmaydi. Huddisidan chiqdi degandimi, xuddi mont ko'ymagan devona qosqonga dim tushgandek nima ishlarni tavritib yeta? Gel bilan hisoblashmay to'g'ini butun yutadi. O'tmagidek bo'lsa g'ojilaydi, tatilaydi, sho'raydi. Abnasi tirnoqdek bo'lsa-mu, boladek nafsini qondiradi. Chunki hayotning mezoni sen o'l, men yashay tursa. Dunyoda eng yavash, muloyim, qo'rqinchoq qo'y bilan to'shqan chag'ida bechora o't giyohlarni bir yozmu yashig'ila qo'ymay yolmab tugutadi. Ammo yirtqich hayvonlar ularga rahim shafqat qilmay, eg'ir tishlaridagi chaynab yeyishadi. Odamlar o'sha yirtqichlarning terilarini ta'tir so'yib, o'zlariga yepinchi qilishadi. Odamlarni bo'lsa, yer yeb, o'zini samirtadi. Hattoki yer ostidagi yıldızlarmi bir-biridan qizg'anishib, na'nalarga uzab ketadi. Nima uchun?
odam yegan tuproqning mag'dir beligini sho'rash uchundir. Shundoq koinotdagi barliq jonliq ham jonsiz mavjudotlar chig'ida bir-birini yeyishning ko'yida yurishidi. Әмді түрді назыр өзінің әжірі ихсаны, жапа мұшаққыты бәділіге анчы-мұнчы еп қойса, бұл жаһан оңтай-тоңтай боп кетмес. Әмәл юлтызы пешанысыды чақнаватқан бір назыр тұрғылық ашы ұрышқа құшташлады. Еліқі рәзги чүмөліді бар рух, онады бонысы қандақ болғаны? Turdi Hasan özünün məntiqi xülasələrindən öz köngləgə təskin tepib köl boyuğa gəldi. Kölnün ətrafını bökkədə cinəsli ormanlığa qorşab turatdı. Asti həm yan qırlarıqca yeşil çaqçıq bilan zinnetlənən bu köl Ağzam Törə dağçıdakı kölnün köçürülməsi idi. Ağzam Törə Ürümçi hem G'uljilarda nomi pulluq baylarning birisi bo'lib, Turdi Hasanning birodari edi. U bundan 8 yil ilgarila G'ulji shahar atrofidagi saf havoliq Oydansoy manzilgohidan yer setvilib docha solgan edi. Xalqlarning Turdi Hasan ustidan oltin kon oshquchilarga yeshil chiroq yiqib berdi deyishi yanala ashu Ağzam Töre'ge oltin kon echish rasmiyatini hal qilib berganligidan chiqqan gap edi. Turdi Hasan bu oltin konning dardini totib kevatidi. Tog' rayonining chorbuchilari yuqori to'van arz sunib hozirgacha to'xtagani yo'q. Ekologiyaga munosabatlik idoralarning gazet jurnallardagi maqollari amdili jimaqdi. Turdi Hasanning uchirgan besimi, ağlagan gap so'zlari, qisqasi tatqan jafosiga tushliq Ağzam Töre yüz sog'liqdan boshqa yana nima berdi? Oltin do'kini ichib berishdan iborat quruq soskani og'ziga sep qo'yg'ali 3 yil bo'ldi. Turdi Hasan uni qachongacha imedikin tang. Ammo Ağzam Töre quliqini yupirib yuribdi. Tayinliq bu qeri do'q qizi Naimaga xam tamada bo'layotgan gap. Nomus qilmaydigan ablah. Biz xalqning savdogarlari pul topsalar xotin ko'paytishning ko'yida qoladi ekan. 2 yil ilgari shahar mo'tivarlaridan nazar xalqat Chilonliqdagi dochiga chiqdi. U uzundan uzun duo qilgandan keyin gelini qirib qo'yib gap boshladi. Nazir xo'jam Bi Amdullah nikah g'oyib degan shu ekan. Qizlari Naima xonga Ağzam Töre'mning mayli tushibdi. Dedi nazar xalqat ko'zlarini chimchiqlatib. Agar ma'qul ko'rsalar, shovshu ko'tamayla biror pinhonda xufiyona nikah qilib qo'ysak. Ağzam Töre'm G'uljidan, Ürümchidan hujra tutib bermoqchi. Turdi Hasan go'yoki bir kim yuziga nijosat suvig'andek seskanib ketdi. Ko'ring, ma'us hissi savdogarni. 4 dal boyligiga ishinib bir nozirni, hukumat arbobini masxir qilayotganini? U kim? Nozir kim? Amdilikda o'zidan hozirchan cho'ng qeri do'qqa qaynatdi bulamdikina? Naima uning navrisidek tursa. Tova, mavzang eshakni. Turdi Hasan o'zining ulug' salohiyatini unutib, nazar xalqatni tillaqli ketdi. Voy po'xsaqal abga, qarqo'saq ablah. Mavi qaysi davr, qaysi zaman? Sen qaysi dunyoda yashayapsan? Bu xo'rliq eg'ir kelgan Turdi Hasanning ayoli Xolay shaharga kirib Ağzam Töre'ni o'g'li Qovuz, xotini Zarifxon og'ichxinim oldidalar rasvo qilib qaytib chiqdi. G'azabidan cho'qir yuzlari dog'lagan, misligandek bo'lib ketgan Talva Qovuz, "Men olmoqchi bo'lgan qizga sen changal solmoqchi bo'ldingmi? Qirxonga. Seni o'ttirib etmaydigan bo'lsam" deb dodisini bo'g'ib qo'yg'ili tasli qoldi. Mana shundan tortib Qovuzning elchilari bir necha qaytim avara qilishdi. Lekin Xolay Qovuzni yuz turani rasvo qildi.
Sizlarning näringlar musulmon? Pul topgan ba'zi boylar pullarini maktab, yetim bolalar, miyib g'urvalarga xayr ihson qilyotidi. Senlar pul topgan seri qizlarni tovar o'rnida ko'rib o'yinchiqqa aylantirib elishding. Dadang degan qeri navrisida qizga maylim tushib qoldi desa, sen yeshin 40 bo'lmay turib 11 xotinni yo'lga sep bo'lsang, shularning o't uvali seni tutmamda? Yo'qol xotin bas. Sendek telviga itning kuchugini bermayman. Mana shundan boshlab qovuzning elchilarining oyog'i uzilgan bo'lsa-mu, lekin hozirgacha umidi uzilmay, oltin do'kini echib berish va'dasini kayniga surmoqda edi. Hasham daramlik turmushga ko'nib qolgan turdi Hasan pensiyaga chiqdimi, maishat ko'liga nech tarafdan kirayotgan eriq o'stanlarning suyi chippiti to'xtatdi. Albatta, u chaqda turdi Hasanni ikki poshkalga yo'gab tashlab bersa, itni qaramaydi. Shunga u keyingi parag'atlik turmushi uchun oltin do'konidan iborat tinimsiz bulduqlab turadigan buloqni zodila esidan chiqarib yetamidi. Albatta, turdi Hasan do'konga odam selib qo'ysalar kifoya edi. O'tmishdimi qanchalagan shaharlarga oltin do'koni echib qo'yib, foydasini yeydigan sarraflarmu ko'p edi. Hey, shu chaqda Naimaning tug'ilgan kuniga dedi ko'l bo'yidagi shodi o'rindiqda o'tirgan turdi Hasan beshini chayqab. Nemishqami ag'zam to'ri bilan qovus satani chaqirgandiman. Mana shu chaqdalar Naimani ko'rib payli buzilgan bu otbola shahvatxo'rlarning zo'tarliq g'ovg'alari tugimadi. Uning ustiga oltin do'konimi chilashdi. Texi qovuz degan luchchak. Naima menasiz to'y qilanmaydi. Agar qiladigan bo'lsa, chilonliqdagi dochini qonga bo'yayman, deb yurgidak. Sarang pichchiq bo'lgan bu talvaning qo'lidan har balo keladi. Dodasidan xotin talishib yurgan yerda qon to'kish, o't qo'yish uning uchun tishining orsidagi chirindini ep tashlaganchilikli bir ishda. Tik ko'tarilgan quyosh atrofni o'tkir tepti bilan qizitmoqda edi. Soyalar qisqarab naq tushib qoldi. Turdi Hasan qo'sig'i oshgan bo'lsa kerak, o'rnidan asta turib, ko'lning sup-suzuk suyiga nazar tashladi. Nemishqada u mushu ko'l qishig'i keldi-yu, yer bag'ashlab yotgan bir mo'mayning ko'zlaridan mo'ldirlab to'kilayotgan yoshlarining eriq bo'lib, mushu ko'lga quyilayotganligi ko'ziga ko'rinib qolardi. Mana hozirmi shu hol yana yuz berdi. Turdi Hasan ko'zlarini uvilg'ash tushlik tamoqqa mangdi. U atirgul cho'naklarining o'ttiridagi chig'ir yo'l bilan ketib yetib, kovi o'g'itlayotgan Ayaz bilan Osimaga ko'zi tushib qoldi. Ayaz bilan Osima er-xotinlar mushu dochining balaylari. Bu docha qachon afridi bo'ldi-kin, mana shu chaqdan boshlab yeridan ayrilgan bu jüpti hamralar ashunda xurjinsiz divona, kishansiz tutqunga aylanib qoldi. Ularga turdi Hasan 3 yilgacha 150 so'mdan ikkisiga 300 so'm haq berib kelgan edi. Lekin yel yemishlari yetishib qolgandan keyin shularni setib osh tuz qiladigan bo'ldi. Shundaqla dachining orqa tarafidagi yangi ko'chatlar o'ttirsig'i terib etgan pichan ham ko'ktatlarmi ularning egiligida edi. Dachining cho'ng darvozasidan kirgandan keyinla o'ng tarafda egiz ko'tirib silingan bino turdi Hasanning hashamatlik hujra saroylari bo'lib, so'l taraf qo'roning bulung'idagi lim, chanza, bo'ra, mangallarda loy suvoq qilib yasalgan ikki g'izliq oddiy uy Ayaz bilan Osimaning o'ltiraq g'amxonasi edi. Ular qish kunlari binoning atrofi ham qo'ri yo'llaridagi qorlarni tozalaydi. Yoz kelishi bilan yel yemishlarni putash, dori chechish, 15 mo'liq dochining fasl tomlarini yoqilitib, kova, qo'noq, noqut, purchaqlarni terish, gullarni parvish qilish, tingan, buzilgan eriq qirlarni remont qilish degandek oyog'i uzilmas ishlar boshlanib ketadi.
Turdi Hasan qaqram aptapda bosh ko'tarmay ishlayotgan xotinga birdan qarab turdi. Her bir kavining tubiga o'rak qo'layotgan Ayaz ko'nglikini selvatgan bo'lib, do'l dumba belaklari qizg'ush qo'ng'ir ko'ygan edi. Daqi yağlığını çekilib çıgıvagan kesalcan Asimaning ikki mağzi hem burun uçları qardab ketken bolsa-mı çarayı tatrangu, sağuş görünüpti. Turdi Hasan ularning qishiga berib bo'g'icha nozirlik tonini kiyib takabbur qiyofatda gidaydi. Bu ishinglar qachon tugaydi? Texi bugun tushdiq nozir, dedi Ayaz ishini to'xtatib. Kava, qo'noq, no'qut, purchaqlarga o'g'it baldur yoki kiyim berilib qolsa, maysa nobud bo'ladi. Emisa qo'l tutadigan o'xshamamdi. Qo'noq, no'qut, purchaqlarning chunak orlig'iga o'g'it to'kib ko'mivatsakli bo'ladi. Lekin kavining tasrak. Mushundaq har bir tuk kaviga o'rak qo'lab ko'mib bo'g'icha vaqt ketadi ekan. 3-4 kun atrofida tugab qolarmikin nozir? Qir ustida maydasiga olqinini qo'yib, hosirab o'tagan Aysima zaif ovozda javob berdi. Bizmi shu chapsanroq tugatsak deymiz. To'la misildimay tezroq bo'layli. Turdi Hasan qayoqqa qarab so'zlab o'tadi. Oldingi kuni chiqqan bo'ron ko'lni g'ozon-g'ozonga to'ldirib barandagi tollarni tushirib etibdi. Ko'ldagi axlatni vaqtida suzib etmasa, sesib ko'l lash bog'lab turab qoladi. Ondan gullarni mo'yatqizib etadi. Haras to'kilib ketgan g'orlarni tozalab elib, eriqlarni chinidak pokiz tozalab etinglar. Xo'p, nozir. Turdi Hasan long dastlab ketib qoldi. Ayaz bilan Aysima uning qarshi yo'qolgacha qo'l qo'shtirib engishib turdi. Voy jinim. Aysima ko'nglik etigini qayirib etib qir ustiga o'ltadi. 15 mo degan mo balay azam yergan emasmi? 3 kundan beri tugmay varsa. Xotin, bizga qo'noq, no'qut, purchaq, kavlarni o'g'itlayapmiz. Dedi Ayaz tömür kürekке tirengen halda. Odatda qo'saqni to'ydirib 15 moyani bir aylanib kelgicha tambal bog'lab bo'shaydi. Lekin sening etsiz sag'rangda qancha ching bog'lagan ishdan bog'mi osolli bo'shab ketadi degina. Ham ma'qul. Paxtadak vaqtimda atvalab akletib, amdisa kasal dardida taxtadak bo'lib qolganda ko'zingizga sat ko'ringil turdimmi? Aysima mitchida yig'ladi. Hey xotin, shuningmi yig'lash ketamdi? Ayaz hijaydi. Tambal begimning chingchigilib qolganidan bo'shroq turg'ini sizning ta'limingiz. Deb qo'ysanglar bo'lmadimi? Viyay, mal qilinning odamning uyatqisini keltirib saplishyaptganini. Xuddi tozni toz desa o'lgis kelar degandek darvaqa Aysima go'yo qo'yib o'rmon soyisida optab ko'may o'sgan optab parastak o'ru qamnimjon edi. Ammo Ayaz bo'lsa suyi, to'psi, havasi xil kelgan to'g'raqdak bardam, ustixoni chiroyli qam tambal bo'lib, men degan qiz cho'konlar havas va hasad qilg'uchiligi bor dehqon edi. U davomli bog'da ishlaganda Çak yaqılık oq hassa Yosimana dehqonlar ko'ngliga ustidan qora poti bog'lab, beshiga beg'irrang Manchester do'ppi kiyib, pushqoqlari turilgan holda yalangoyoq ishlaydi. Uning bu holati Aysimaga bilinmagani bilan xalqay ichida haqiqiy eli dehqoni, haqiqiy chin inson deb so'xlanadi. Tomshog'ini ushlab ta'tir qarvagan Aysimaning rostilla ochiqlab qolganligidan o'ng'aysizlanib qolgan Ayaz g'alatila hejiyib uning qishiga keldi. Qara xotin, bu nima? Ayaz siz xeyli ko'p tishlari to'kilib ketgan yog'och tog'oqni Aysimaga berdi. Bu tog'oqni to'nidingmi? Voy xudoyim, opamning tog'oqi bu. Aysimaning ko'ngli buzildi.
Nereden tapdınız? Muşu qırdım. Rahmetlik opam muşu tağaqda mening çaşlarımni tarab, yelim çepip örüp qo'yatdi. Aysimaning ko'zlaridan yosh to'kildi. Ayaz degan burrak bo'zaq qilsa manadan qizim. Men uning quloqlarini yulib qo'liga ep beraman deydigan. Mana amdi. Xafa bo'lma xotin. O'ynashib qo'ydim. Opamning o'rnida quloqimni uzib so'zib bersam bo'ladigandu. Ayaz quloqini tortib qizartib etgan edi. Aysima uning qo'lini tutib oldi. Bo'ldi qiling-a, qilin. Aysima kulib etdi. Og'zining askiligini bu dap yuzining. Achchig'ing yandimi Aysima? Ayaz xotinining engikidan ko'tadi. Endi qara. Mushundaq beshdak bog', pinhan soyilada odamning shaytini jim turg'ili qo'ymaydi ekan emasmi? Aysima erining ko'ngil qo'yishidan erib qoldimi yoki rahmatlik qaynonasining tog'iqini ko'rib erining qo'pol chaqchaqini untadimi? Ish qilib yil seri, kun seri o'zgacha husn tuzayotgan bog'ni birinchi qatim ko'rayotgandek ishtiyoq bilan qaradi. Tova, shuncha ko'p yil yemishlar turg'uluq turdi nozir yana nima uchun har yili bog'ning atrofiga ko'kvosh, qo'noq, noqut, kova tegizadigandir. Mana 15 mo bog'ning fasl tamlarini yoqilatib teriyotgan o'sha dardisarlarni o'g'itlayotgan Ayaz bilan Aysima 3 kundan beri qaqram oftobda kuyib, kulda kumash. Dilqut xazinasi. Texi Nazir hocam ko'kvosh, noqut, purchoq, kavalarning o'zg'ili qimmatili bo'lib qolmay, dorilik qimmati texmi yuqori degan gapni og'izdan tushamaydi. Undaq deb odam oldig'icha sizlar bekor qilmanglar desizlar bo'lmadimi? Hey xotin, sen shundaq deganing bilan dedi Ayaz alqaniga tikirib. Ko'nilada holvini yeversa aman tetidi degan gap bor. Qani katakchilarga bir kurakdan qilib qo'yib ko'mvat. O'shara qo'ling hajabmi apchilda sening. Ha, qushnachim, hozir men nima da'vatlatdim? Aman tetidi degan yaga dedi Aysima qilib qo'yilgan katakchilarni tindirib etib. Habballi, bek o'sh yerda bizning xotin. Aysima erining ishlab etib o'zini birda cho'kirib, birda ko'tirib qiladigan hasillarga ko'nik edi. Ashu g'ojam qiynimlachu. Qara xotin, shaharning nozik ne'matlaridan saskinib, yanala sahroning ne'matlariga yetmaydiganligiga ko'zi yetgan gap. Vay, dariga. Bu esil zodilar nima degan sirkisi suv ko'tarmaydigan nozik haqdu? Xuddi pussida o'sirib qo'ysangmi, to'zib ketadigan mamukapning o'zida. Her yili bosh bahorda kelayotgan Turdi Hasan eli tufriqiga qadam elish bilan kelim-ketim, sayli sayohat o'tirishlar ko'payib ketadi. Shunga u haqam soyilarining oldida yuzining to'kilishidan ansirab, Ayazga mashina haydashni o'rgatib qo'ydi. Bu 3 yil ilgari bo'lgan ish edi. Bir kuni Turdi Hasan masvuq qilib, Chilonliqqa qaytmoqchi bo'ldi. U mashinaga chiqibla Ayazni hayda deb turib oldi. Ayaz yolvurib, yelinib, mas xo'jayiniga gapini yegizamadi. Turdi Hasan uni: "Voy qopaqvash, men sana shaharga kirgichi o'rgatganim bo'yicha haydamamsan. Qara, bu yomg'ir yog'sa dimbisida sazon qaynaydigan saraliq dangalning qalvaligini" deb tillab mashinaning orqa o'rindiqiga qisib etdi. Ayaz uning og'zi burunlarini yuyib, o'rindiqlarni tozalab bo'lguncha u xoqirab uyquga ketdi. Shu chaqda Ayaz 1 soatlik yo'lni 8 soatda besib, Chilonliqqa saharlikda orolga yetib keldi. Shu chaqda Xalay: "Ayaz, uni akirib yotqizib qo'ying" debla kichik hujraga kirib ketgan edi. "Hey odam,
dedi Oysima ko'takchilarga qirq qo'yib yetib. O'lishgunsiz Nozir bilan shaharga kirib ketganda ajab bir ish bo'ldi desa. Ha, nima ish bo'ldi? Oyaz kurakni qirg'oqqa patirib ayoliga qaradi. Chiroying ajab qizirib ketdi. Xol ayxinam, do'lamga qo'lim yetmaydi. Yuyib qo'ying, deb meni monchisiga billa akirdi. İkimiz billa jo'yindiq. Oyaz gerçi sinakmagandek alpozda, "Ha, nima ish bo'ldi?" deb qo'yg'ini bilan yumshoq qirg'i tizlangan peti o'ktisiga zo'ngziyib xotinining og'ziga qaradi. U bundaq gaplarni anglaganda butun badani quloqqa aylanib, nafaslari tezlashib ketadi. "Voy, beliqdami?" Oysima ayol xo'jayinini yo'g'onligidan faxrlanib so'zilmoqda edi. Ko'kraklari degan piyodadek döpdügülek, terisida turdi. Bola emgandek emas. Men uning dumba inchki ballarini yuvib kelib, sag'irsiga kelganda rostilla qo'rqdim. "Nimishqa emdi?" Oyazning ovozi sal titrab chiqdi. "Jiddida qon chiqib ketamdikin debchi. Mening qo'llarim ekakdak yirik tursa, uning badani shunchalik yumranki, xuddi 6 oylik buvaqning o'zidan-a? Voy is. Shundoq esil bir cho'kan o'zidan 15-16 yosh cho'ng porkutakka tekkan bormi? Badani oppoqdu ha." Oyaz tukrigini g'urtdi yutib, sal qimshib qo'ydi. "Alayli, yuvotillari. Nadikini, terisi qo'llari ko'ringidek bek nepizmi nima? So'z holrangda poqirab turdi texi uning. Ha, yenichi." Oyazning beshi xotini tarafga teximi samdab keldi. "Bo'ldi qiling ha? Mushundaq gaplarni akishiga deb yurgan menmi bir sarang?" Oysima o'rnidan turib ketdi. Lekin u nimish qildi, orasoldilik ichida tengirqab turib qoldi. "Hey Oyaz, xol ayxinimning ba'zi gaplarining tegiga toza yetammidim desa?" "Olayli, qaysi gaplarini deysan?" Monchida deyilgan gaplar helini bo'p o'tgandek Oysimaning quloqida yanala takrorlandi. "Xol ayxinim, odam suvga tushiversa-mu angizi eshib ketadi. Tayinliq etdigandimi bo'yingizni suvga solgan bo'g'itdingiz. Mening etdigan suvga tushgan tushmaganligimni siz na'dan bilasiz?" Xalay g'alitila kulib qo'ydi. "Ahaq degan bek osh ko'z keladi. Billa yotgandan keyin ayol kishini bekor qo'yamdi. Siz shuncha chiroyli tursangiz." Xalay dimaqini qaqinicha kulib qo'ydi. Hamma aql idrikini, kuch-quvvatini, his tuyg'ularini amalga otivatgan odam undaq oshko'zliklardan baldirli qoladi ekan. Bundaq ko'ngilga taalluq ishlarning bo'lmaganiga bir qancha yillar bo'lib qoldi. Xalay chandurmay chunqur tinib qo'ydi. Ham xiyligacha jimib ketdi. Uning bir jup titrab turgan chiroyli ko'ksini alqonlarida to'xtamay silab yuvishlaridan ham ko'zlarining bir nuqtaga tikilib qolishidan qandaqdir tatliq, laziz bir tuyg'u uni shirin azob o'tida puchlayotganligi aniq edi. Gapingizning o'raniga qaraganda Xalay Osimaga yerim qayrildi. "Eringiz Ayaz bek oshko'z o'xshamamdi?" "Vay, uni bir demang. Uning rosa qiron vaqtidan-a? 46 yosh erlarning bo'ri vaqtimish. Lekin men og'riqchan bo'lg'achqa u o'zini azoblash badiliga meni ayaydi. Ayaz bekmi yaxshi? Ba'zi chaqlarda shundaqmi o'yladi bo'laman. Agar qo'l ilkimizda bo'lgan bo'lsa, uningga ikkilanmay biror to'qalni chetib qo'ygan bo'lar edim. Qandaq, men rostla saramikanman?" Bağının qaysidir bulunmadan bir top quşqaşlarının çuvuldışıp soqışışları anlanmaqda idi.
Ayaz o'rnidan turdi-da, tizlarini qiqib kurakni qo'liga oldi. Uning chiroyidan hech qanday ifodani billanmagan Oysima eriga tikilibla qolgan edi. "Voy, shuncha gaplarni qilib bersam mo'rabmi qo'ymaysiz-ku?" "Bo'ldimi?" Ayaz ovozini uzun so'zib mo'ridi. "Ajab sodda xotinsan-da, Oysima. Qo'li ochiq, ko'ks qarni keng, nahoratlarga himmatlik bir ayolning nima uchun bir kun kechgacha kakri yutib olgandek chiroyining echilmaydiganligini endi tushungansan. Hey, bechora notivan." Ayaz gapining oxirini deyolmadi. Chunki Xolay gulliklar ora siliq qadamlar bilan kevatadi. U oq girib ko'nglak ichida ba'ayni farishtalarga o'xshab qolgan bo'lib, uzun ikki o'rim chechi ostidan bo'yniga selib olgan so'sin rang helili rumini yenik lilpirlab, mangzi bilan bo'ynini aklatmoqda edi. Ayaz xotin tarki hurmat bo'lmasin uchun qo'l qo'shtirib ta'zim qildi. "Kun yangandaroq ishlasanglarmi bo'ladi-ku?" dedi Xolay osmonga qarab qo'yib. "Bu qoqiram oftobda issiq o'tib qolmasin yana. Bugun kechgacha tugutib suv boshlab etmasak qinim." Ayaz Xolayga tikilib qarayamadi. Ko'mgan o'g'it qizib kovining xamaklarini yigilitib to'kib etadi. "Ayaz, sizga bardam odamsiz. Biroqsa, Oysima sizga o'xshashmaydi jumum. U og'rib tatib qolsa hisobini sizdan olaman." "Xo'sh, xonim. Nayima ko'rinmaydi-ku?" Xolaymu Ayazning chiroyiga qarayamadi. "Ozroq gap bor edi. Ko'l bo'yidagi ravaqda kitob o'qiyotganda qiladi." Gul badani to'lgan, o'ttir bo'y, ko'kslari mungizdak ching. Ammo tuxumdak bejirim oq ruxsari, to'kilib turgan qosh kirpiklaridan 18 yoshlik rasida qizlarni esga soladigan Xolay o'zim koridori ichida ketayotganida, yelana Oysimaning deganlari yodidan kechgan Ayaz echingan holda asta shivirladi. "Ah, ko'ngil, fazilatlik ayollar nima uchun baxtsiz bo'lib qoladigandu? Hey, bechora Xolay." Su o'zish ko'lining osti butunlay yeshil chaqchiq bilan yasalganligi uchun u xuddi badam shakllik zumratga o'xshaydi. Tasmaliq osma ishtanda qo'sig'i ancha bilinib ketmaydigan turdi Hasan ko'l bo'yida pat-pat paydo bo'lib, "Ayaz, ko'lning suyini yangilab tur. Ko'kirib, lash bog'lab ketmasin. To'xtamsu bir necha kun turib qolsalar, paqib yotqani qoplab ketadi." deb tapilaydi. Shunga tindirish ko'lchaklarida suzildirib ondan ko'lga boshlangan suvni 2 haftada bir navbat ko'ktat mevalarga boshlab etadi. Dachaga mehmon to'lgan chaqlarda bu ko'l egisining shon shuhratini texnik ko'tarib etadi. Shahardagi boy savdogarlar, chet el tijoratchilari, shirkat direktorlari, idora jamiyat boshliqlari qator choy bahonasida bir necha kun bazmi mashrab qilishadi. Qo'y paxlallar so'yilib, shahardan chiqqan oshpaz, kavobchilar qo'l-qo'liga tegmay oldirash bo'lib ketadi. Ba'zida Urumchidagi idora organ amaldorlari, hatto uy imorat xo'jayinlari, ko'mir ham oltin kon millionerlari qatorliq haqam soyilari turdi Hasanning dachisini ziyorat ham sayohat qilib ketishadi. Bundaq chog'larda Ayaz bilan Oysima 2-3 kun yirik qilliq uzun cho'tqilarda ko'l ichini yuyib suyini yengilaydi. Mehmonlar kep uzab bo'g'icha Xolayning misqalcha madori qilmaydi. Bo'libmi Urumchidan kelgan Uyg'ur, Xanzu mehmonlarning birga kelgan qiz cho'qonlar bilan birlikda ko'lda suv tushishi uni seskandirib etadi. Ba'zilari suv o'zish kiyimi bilanlar buk dinastiyalik ichiga kirib ketishadi.
Demisimi kölning tört ətrafı cinəstilik bo'lib, iyonning boshlari ko'p-ko'p chimliqqa to'kilgan cinəstilər xuddi oq, qizil, suz, holrang marvoyitdek yaltirab ketadi. Kölning atrofiga qoqlanish supalari, 2 kishilik suhbat o'rindiqlari yasalgan bo'lib, mehrab shakllik o'yma naqshlar ham istal o'rindiqlar bilan bezalgan ravaq kölga alohida husn qo'shib turadi. Dacha mehmonlar bilan to'lgan ana shundoq kunlarda Naima bu ko'l bo'yidagi ravaqqa kelish emas, hujrasidan chiqmaydi. Turdi Hasan, qizim, mening yuzimni qilib mehmonlarga salom berib qo'ying, deb yolvoradi. Naima, kechiring dada, faqatli mijozim yo'q, deb adab bilan rad qiladi. Ammo u dacha timpaslikqa cho'mgan bunday kunlarda ravaqda o'ltirib, ko'ldagi ko'p-ko'k suvga qarag'anicha xiyol surishga, kitob o'qishga, xotir yozishga amroq edi. Mana bugun ertagandan beri qandoqdir bir ko'ni kitobni ko'rayotgan Naima xuddi sahifalar qatlarga singib ketgandek bosh ko'tarolmayli qoldi. Hatto u ravaq palang-paylaridan taqildab chiqib, beshida qarab turgan opisi Xal'ayning qachonlarda kelganligini to'ymay qoldi. Xal'ay pistaldagi og'zi echilgan sovuq ichimlik qutisini, so'lyol xaltidagi mayliq to'qash parchalarini ko'rib, beshini chayqadi. Naima, menga qararga ko'zingiz bormi yo'q? Voy jinim opa, meni kechiring. Faqatli to'ymay qaptiman. Naima o'rnidan turib ketdi. Uning bo'y turqi opisi bilan qirqib qo'ygandek o'xshash edi. Bu kitobdan baxt o'milab chiqadigandek chaplashibli qolganingiz nemisi? Uni bir deyman. Tatliq opa, avval o'tiring, ondan so'zlab beraman. Xal'ay Naimaning udiliga ro'bro o'ltirib, ustalga jaynaklarini qo'ydi. Ondan u qizining oq marmardek siliq ham paqroq chiroyiga lappida ko'z tashlash bilan ushqur xiyollar uni nalagidu ib ketdi. Bir-biriga qarshib o'ltirgan Xal'ay bilan Naimaning bo'y turqi, husn ruxsarining bunchalik o'xshab ketishini ko'rgan har qanday odam ular qo'shkezak hadisanlarkan deyishi turganlik gap. Biroq sinchilab zan salganda qap-qara tal-tal qoshlar, qo'yiq kirpikli xumar ko'zlar, suzuk qonshaliq burunlar, jinnastida kolrang lavlar, shaklidan helali ayrilgan cho'jidek yumran ingaklar, Xudoning iltifotidan har ikkisiga o'xshash tangshab berilgan bo'lsa-mu, biroq Xal'ayning ko'zlarida muloyimlik sho'lalari yelinjab, tuxumsimon chehri sal oqargan edi. Tabassum ketmaydigan nefis lavlari bo'lsa, so'z holrang, tatrangu ko'rinadi. Xushbichim sin sifatiga hardiq yetgandek sulg'un edi. Mana bu ishchidan o'rtavatgan yoshirin hasrat nadomatlar dog'lari bo'z kerak. Endi Naimani suratlab baqsaq, uning nur chaqnagan sho'x ko'zlari gap qilishni biladi. Kang peshona, oydek yuzlari siliq ham yumran bo'lib, marmardek yaltiraydi. Aluchidek to'mpiloq lavlar, qayrilib o'tliq beqishlar, yalt yult qilib o'tqa soladigan ko'zlar. Qisqasi, Naimaning gulsimon simosi bir parcha o'tliq magnit edi. Mana bu Xal'ay bilan xo'shlashgan yoshlik jilvasi, yoshlik ushqini, yoshlik sehri nur zibosi edi. Opa, menga qarab jimiblik etdingizmi? Hech nima. Xal'ay ulug' kichik tindi. Ha, qayni so'zlamamsiz. Zodi sizni mahliya qilib olgan qandoq voqea ekan u? Naimaning o'qiyotgani rivoyat tema qilingan cho'ng doston bo'lib, uningda g'arbiy diyor shohlig'ida Ashraf ismli bir vazir o'tgan ekan. Vazirning xonbonu otliq yolg'iz qizi bo'lib, u kitoblarni o'ziga do'st tutgan ekan.
Onun xonliq kutubxonasida o'qimagan kitobi qolmabdi. U o'qishga shunchalik berilib ketibdikin, xonzoda baglarning elchilarining hammasini qaytirib yetibdi. Vazir Ashraf qancha yolvursimi xonbanu, bu zamonda erlarning yaxshisi yo'q. Har qancha ishongan ermu sirtda noshayan ishlarni qilib, ayolining yuziga nijosat suvaydi. Unda xo'rliq topqicha tanho o'taman deydi ekan. Oxiri qiz 30 yoshga kirib qopdi. Pah, bundan keyin siznimi? dedi Qalqay chaqchaq qilib. Nayma demay, nayma banu desak bo'ladi ekanda. Sizmi axloq buzilib ketdi, erlarda vafo qilmadi deb 25 yosh kirib qoldingiz-ku. Voy jinim opa, men deganman. Sizga deb berayotganim bir rivoyat. Ha, qani, davomini so'zlang. Do'stingiz Xonbanu keyin qandoq bo'pti? Ashraf vazir qizimni kitoblar yo'ldan chiqardi. O hozir xiyoliy bir dunyoda yashayotdi. Shunga xonliq kutubxonasidan ayirib etishim kerak debdi-da, qiziga atab ajoyib ko'kal maydonli tog' bag'riga bir bog' yasabdi. Onunga vazir Ashraf Xonbanu Humayun charigoh beg'i deb nom qo'yibdi. Qiz kunda bog'ni aylanib ichi pushig'ini chiqaradi ekan. Bir kuni tog' tarafdan shundoq mungluq nay ovozini anglagan Xonbanu qalt yugan g'ol topgan tuxumakka yamishib chiqib qarasa, yan bag'rida yetib olgan bir o'tinchi nay chelayotgandek. Eshigi bo'lsa dövilab qo'ygan o'tinlar qishida o'tlayotgandek. Mana shu kundan boshlab Xonbanu har kuni tuxumakka chiqib o'tinchiga bir to'qash tashlab berib, mungluq nay ovozini anglaydi ekan. Bir qaç qitim Xonbanu, sening qishingga tushay, ikkimiz birdam yerimda mongdashayli, desa, o'tinchi faqatli unamaydi ekan. Chunki u qiz cho'qonlarni yeniga yo'latmaslikqa qasam qilgan ekan. O'tinchiga qiziqsinib qolgan Xonbanu har kuni uni deb, buni deb, oxiri uni qoyil qilib yeniga tushibdi. O'tinchi, eting nima? Necha yoshga kirding? Etim Niyoz, 35 yoshga kirdim. Nemishqa qiz cho'qonlarga shuncha o'shib ketding? Chunki ular vafaga jafo qiluvchilardir. Xo'sh, o'zlarichi? Ismim Xonbanu, 30 yoshga kirdim. Biror er zotining taritiga suv bermadilimi? Yo'q, erlarning hammasi vafosizlardir. Qani, bayon aylisizlar. Sizlarning dardlari mening nadomatlarimga yamoqchi bo'la olamdi. Allah, hey o'tinchi. Mening kichik dadamning Sulton ismli bir o'g'li bo'ladigan. Qalqay qoqoqlab kulvatdi. Uning kulkisidan ravaq atrofida donlayotgan bir to'p qushqash purrida uchib jinastilikka qo'ndi. Kichigidan tortib, madrasalarda birga o'qib, birga cho'ng bo'lgan sulton, dedi Naymaning hikoyasini anglagan Qalqay. Xonbanuning do'stini azdirib, haqiqatan vafosizlik qilibdi. Endi o'tinchiga kimlar xo'rliq sog'andi? Qani, so'zlab baqsalar, Malika Nayma banu aliladi. Men 14 yoshimdan boshlabla qari yetim bo'lib qoldim. Debdi o'tinchi Xonbanimga kashmishlarini bayon qilib. Naima dostonni qayta o'qiyotgandek zo'q ham ishtiyoq bilan so'zlashga boshladi. Belqut sherkitida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Ko'murchi bala nomli romanini bugun mushagacha anglatdik. Davomini ertaki anlatışımızda davamlıq anlatımız. Bu roman Şinjanның har qaysi joylaridagi Shanxua kitobxonalarida setiladi. Do'stlarning bu kitobni setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz.